Nima? Rostdan ham shunday bo'ldimi? Unday bo'lsa, darhol ta'minlang, tushunarlimi? O'qituvchimiz, sizning topshirig'ingiz nima edi? Bolalarni tarbiyalashmi? Ha, Demak, bolalar sizning qo'lingizda. Ular odobli va aqlli bo'lsin. Vazir, siz esa ko'zga quloq bo'lasiz. Tushunarlimi? unda shunday. Nima? Meni birov chaqirganday bo'ldimi? Meni kim chaqirganini eshitdingmi, jangchi? Ha, tashqarida kimdir sizni chaqiryapti. Kim chaqirar ekan meni yana? Sen meni chaqirdingmi? Hoy, senga aytaman. Ha, sizni men chaqirdim. Nima uchun meni chaqirding? Tashqarida nimadir bo'lyapti. Nima? Nima bo'ladi? Kimdir bu yerda yuribdi. Kim bo'lardi? Oddiy aholidir. Yo'q, o'rmonda qandaydir jang. Nima? Rostdanmi? Ha, rosta. Aldamayotgan bo'lsang, jangchilarni to'pla. Tekshirib kelamiz. La'nati, yomg'ir tindi. Nima deyapman? Yomg'ir yog'ib boshladi. Jangchilar to'plansin darhol. Uni qochib yurganiga qara. Nima aytayapti? Nima qilyapti? Yerlarni nimaga qo'shyapganligini bildim. Jangchilar to'plansin darhol. Tekshiruvga boramiz. Yomg'ir tingach albatta. La'nati, o'zimning joyimga borib dam olishim kerak. Yomg'ir tingach albatta jo'naymiz. A few moments later. Mana yomg'ir ham tindi. Endi tekshiruvga boramiz. Qani ketdik. Senga alohida taklifnoma kerakmi? Yo'q, janob. Unda ortimda. Qani ketdik. Hukmdor Xerabri. Siz hali ham eng buyuksiz. Eska imperiyasi gullay boshlaydi. O bu yerda kimdir bor, rostdan ham. Razvedchikka o'xshayapti, lekin qaysi mamlakatniki? Bu yerda bunday jinchlar yo'q. Kiyimlarimiz bizniki boshqacharoq. Qani, olg'a. Yerlanadi. Tushib ketding-ku. Yaqinroq borib tekshirib ko'rish kerak. Demak, u bizning mamlakatda emas. Bu degani birinchi ishorani beramiz. Mana senga ellanadi. Qani olg'a. Olg'a jangchilar, olg'a. Bu yerda ham bor ekan. Bular qancha o'zi? O'ntadan ko'pligi aniq. Bu degani faqat jangga. Qani, olg'a! Barchasi yo'q qilindi. Bu mamlakat uchun jon berish sharafdir. Asirga olingan generalni yo'q qiling. Emas, uni qamoqqa olish zarur. Bu yerda qolgan jangchilar jang qilmoqdami? Nima balo? Yo'q, bu zaxira kuchlari. Demak, zaxira kuchlari ortimizdan kelgan ekanda. Sizning xavfsizligingiz birinchi o'rinda. Shuning uchun zaxira kuchlari har doim bizning yanimizda yurishadi. Ha, mayli. Bu yerda ham jangchilarimiz bor. Liyallanadi. Bunday joy borligini bilmas edim. Ha, Hech kim bilmas edi. 4 hafta oldin zilzilada bo'ldi. zilzila menga nega aytilmadi? Siz safarda edingiz. Xo'p, mayli. Asirga olingan generalni
qamoqxonaga olib boring. U bilan o'zim gaplashaman. Sen bizning mamlakatda nima qilayotgan eding? Gapir. Yoz holda seni o'ldiramiz. Gapir deyapman. Gapir deyapman senga. Dastingga nima tilim? Xuddi setidan chiqib ketganday. Ye, tiqilmalaring. Narig'ida tur. Senga men nima dedim? Oldimga keljanchi. Bu yoqqa kel. La'nati qo'rqoq. Nima qilayotganingni ayting menga. Biz razvedchikmiz. Qanday razvedchik? Kimning razvedchiki? Belordniki. Qanaqa Melord? Qaysi mamlakatdasan? Qora qal'ada. Qora qal'a? Bu yana qaysi mamlakat? Sizlarning asadiy dushmaningiz. Qora qal'a. Esingizdan chiqdimi? Sening mamlakatingda buyuk Ayrqa ning bayrog'i bor ekan. Ha. Hozir u eska. Ayrqa endi Ayrqa bo'lib qoladi. Biz yo'q qilgan Ayrqa. Sen mening otamning mamlakati haqida hech nima dema. Nima desang shu? Hozir bu yerga nega keldingiz? Biz rasmiy chiqmas. Barcha joyni aylanamiz. Sen mening jangchilarimni o'ldirding. Men agar bugun qaytmasam, bu yerga qo'shin yetib keladi. Kelaversin. Barchasini tormor etamiz. Otangning mamlakati kabi bu yer xarobaga aylanadi xolos. Sening akang ham bor edi shekilli. Ismi nima edi? Infernusmidi? Tilingni uzib olaman hozir. Akam haqida hech nima dema. Voy, judayam ko'p. Askarlaring bo'lmasa, sen hech kimsan. Avval ham akang seni har doim himoya qilgan. To'g'ri, akam meni har doim himoya qildi. Lekin men o'zim uchun baribir kurashganman. Fransiya imperiyani meni to'pladim. Men kuchaytirdim-ku. Voy. Judayam qo'rqib ketdim. Bitta imperiyang bor ekan-ku. Hozir seni janob kerak emas. Qattiq qo'rquvchi lagerga jo'nating uni. Yana men quyibdi. Ming la'nat. Agar u o'sha otamning mamlakatini yo'q qilgan qo'shindan bo'lsa, bizni og'ir jang kutmoqda. Jangga tayyorlaning, jangchilar. Tez orada jang. Bu degani ular kemalarda hujumga o'tadi. Biz ham dengizdan hujumga o'tamiz. General, aytingchi, bizda qancha kema bor? Bizning flotimizda 4 ta kema bor. Qancha askar olib keta olamiz? Bitta kema emas, 30 ta askar oladi. Shundan 120 ta askar olib ketamiz. Demak, bizga yetishi aniq. Nima deyapsiz? 120 ta askar bu hujum rejasi bo'ladi. Lekin bizning qolgan qo'shinlarimiz piyoda harakatlanib, dushman qal'asining ortidan hujum o'tadi. Qarabsizki, barcha dushman qo'shinlari 120 ta askarga qarshi jang qilayotgan payti biz orqadan qal'ani bosib olamiz. Juda dohiyona fikr, lekin 120 ta askarning holi nima bo'ladi? Yana bitta fikr bor. Ular kemalar orqali bitta orolga chekinishadi. U yerda Nima? biz qaroqchilarni sotib olamiz, eng ahmoqlarini. Ular orolda turishadi. Biz esa ularni foydalangan holda butun boshli qal'ani bosib olamiz.
Juda ham do'xona fikr. Unda olg'a. Biz yana kemalar qurishga qaror qilganmiz. Ikkita kema hozir remontda. Juda zo'r. Agar ular 6 ta bo'lsa, juda zo'r bo'ladi. General, bizda qancha askar bor? 3000 tadan ko'p emas. 3000 tadan ko'p emas. Lekin bizga yetadi. Agarda biz o'sha mening rejimdan foydalansak, albatta g'alabaga erishamiz. Bu aniq. Qani olg'a. Salom, akalaru ukalar. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan Neska kanali bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.